Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Həftəlik xəbər analizi proqramımızı görüşünlərlə qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Qadirli görürmənlərimiz, bugün 2026-cı ili 18 aprel şənbə. Hər şənbə günü bir həftə cəryanında vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini qısqa analiz qan şəkildə huzuruna sunub gidivatımız. Qanundaqda aldı bilən bu həftəlik xəbərlərimizdən mavzularına göz yürütüb ötəyli. Şərq Türkistan'dan G'arbiy Yevropaga mecburi emgek liniyası eşildi. Xitay Asiya Yevropa ko'rgazmasi bu yilmi Ürümchiga o'rinlashtirildi. Qozog'iston Xitoyga qarshi namoyish qilgan faoliyatchilarni ig'ir jazoladi. Bu va bundan boshqa bir qancha muhim xabarimiz bo'ldi. Qanundaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Şərq Türkistan'dan G'arbiy Yevropaga mecburi emgek liniyası eşildi. Qadirli görürmənlərimiz, əlbəttə, yıllardan bu yan Xitay təcavüzçilərinin vətənimizdəki bütün yaş oğul qızlarımızı həm vətəndən açam Xitay'nınki ölkələrdə, hər qaysı şəhərlərdə yıllardan bu yan mecburi emgekə selib işləb çıxırıb atqan mallarını nurgun xalqaranınki cezaları yürgüzülgen bolsun, nurgun besin buluvatkan bolsun, bunu her türlük yollar bilen, hiyligarlik bilen Xitay'nın yana dünyaya eksport kılıvatkanlığı, çıkırıvatkanlığından ibaret bu hakikatini her daim körüp duruvatımız. Bu mu? Yani şunun cümlesindeki bir haber. Şərq Türkistan'daki qanğı boyalğan mecburi emgek mahsulatlarını Asiya, Avropa əllərə toxtavsız toşuvatqan Xitay yığında yeni transport Asiya liniyasını köpəytən bulub tuncu qətim Şərq Türkistan'dan G'arbiy Avropaga bevosita uçulğan iki yük transport Asiya liniyasını açqan. Xitay Təşviqat Orqanı Xalq Toru'da berildi bu xəbər. Ürümçi Tağrıtaq Xalqara Aeroportu 9 aprel Belgiyanın Brüssel şəhəriga bevosita uçulğan qit'alar ara yük transport Asiya liniyasını tuncu qətim açqan. Bundan sırt Angliyanın şərqi Midland rayonu bevosita uçulğan Asiya liniyası qısqa vaqt içində eşildiğanlığı bildirildi bu xəbərdə. Xəbərdə məzkur iki Asiya liniyasının eşilişinin Şərq Türkistan'dan Avropanın yadroluq rayonuna bevosita uçulğan Asiya yük transport boşluğunu toldurğanlığı dava qılınğan. Xitayning axborotları bu şekilde, elbette bu şekilde bir yerde haberini. Asaslık tuşulgan mallar bolsa, elektronluq üskünler ve maşina zapçasları ikenligi bildirilgan bu xabarda. Xitay e'lon qilgan sonliq ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha 2016 yili 3-oyda tunji qatimliq Xitay Yevropa navbatchi poyezdi qatnagandan tartib bultur oktyabr oyigacha bo'lgan oraliqda Xitay Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezdining qatnagan qatim soni 50 mingga yetgan. Tasavvur qilib boqaylik yani. San sanoqsiz mallar vatanimizning ichida shu xalqimizningki qon tari mecburi qul qilib ishlatilishi natijasida ishlab chiqarilgan nurg'un mallar arzon bahoga to'xtatilib, andan dunyoning har qaysi joylariga to'kma qilib Xitoy to'kayotgan mallar mana shundoq to'xtovsiz davom qilyotdi. Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligining muhim qismi bo'lgan mecburi emgekka selish jinoyati hozirga qadar albatta izchil davomlashayotgan bir masala. Mecburi emgek mahsulotlari bo'lsa, temir yo'l, havo yo'li qatorliq transport liniyalari orqali Yevropa, Osiyo ellariga to'xtovsiz yuqori deganimdek shuncha vala qonun turib va nurg'unlagan shirkatlarga talab qilingan mecburi emgek masalalarini yo'q qilish to'g'riliq Xitoyga besim bo'layotgan bir sharoitmi yanada bu Xitoylar her xil şekilde davamlaştırıvatıdı. Bu kanunun nurgun yuçuklarından elbette Xitay paydalanıp kilovatıdı hazırgacha. Xoş, yeni bir haberimiz kelsek. Xitay Asiya Avropa ko'rgazmasi bu yilmi Ürümchiga o'rinlashtirildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hammamizning diqqatini tortayotgan masala yaqinqi yillardan buyon Xitoy nurgun xalqaroliq yig'inlarni va har xil faoliyatlarni irqiy qirg'inchilik yuz beryotidi deb qaralayotgan nurg'un besim bo'lyotdi deb qarayotgan Şərq Türkistan'da ötküzüş orqali o'zining jinoyatini ham o'zi oldini ola o'rinlashtirgan yolg'on sahnlar bilan shunday yig'in o'rinlashtirish
paytidan, fursatdan foydalanib, yig'in qatnashuvchilarni yolg'on tashviqot uchun hazırlangan sahnalarga olib borib ziyorat qildirib, dunyoning ko'zini bo'yadi aslida. Mana bu shundaq nihoyat tinch holatda taraqqiy qilgan shaklda bundaq biz bu yerni shunday qildik. Bu axborot tilg'anayotgan irqiy qirg'inchilik deyilgan narsa aslo mavjud emas deganni mana bu shundaq har xil faoliyatlar bilan, ko'rgazmalar bilan dunyoga bu yüzünü ko'rsatyapti Xitoyda. Dunyodagi eng hiylagar nomussiz Xitoylar mana bu shundaq faoliyatlarni to'xtovsiz o'tkazib ko'z bo'yamchilik qilyapti dunyoda. Bu qatim Xitoy yangi bir navbatlik Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasining burunqidagi Urumchida o'tkazishni planlagan bo'lib, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni pardozlashni asosli maqsadlardan biri qilgan mazkur ko'rgazma iyun oyiga o'rinlashtirilgan. Xitoy tashviqot organlarining xabar qilishicha 9-chi navbatlik Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 25-iyundan 29-iyungacha Urumchida o'tkazildi ekan. Bu yuqorida mavzu biroz xato o'qilib qolgan o'xshaydi. Ya'ni o'tkazildi emas, o'tkazilmoqchi 25-iyundan 29-iyungacha Urumchida o'tkazildi ekan. Atalmış Ipak yo'lidagi yangi fursat Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi boshlaymi qilingan bu ko'rgazmani Xitoy Savdo ishlari ministrligi, Tashqi ishlar ministrligi, Xitoy savdoni ilgari surish jamiyati va atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat mas'ul bo'lib uyushtirgan. Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasi 2011-yildan tartib 2 yilda bir qatim o'tkazilib kelgan bir ko'rgazma. Xitoy bu ko'rgazmadagi maqsadini Osiyo Yevropa davlatlari bilan yuqori qatlam diplomatiyasini qanot yaydirish, atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikqa turtki bo'lish, Ipak yo'li iqtisod balbig'i yadrolik rayoni qurish deb tashviq qilib kelyapti. Buningdan sirt buni atalmış Şinjan obrazini namoyon qilishdagi muhim ko'znak ekanligini ta'kidlash orqali, ya'ni har xil shunga o'xshash faoliyatlarda yani Şinjan obrazini, Şinjanni dunyoga go'zal mendaq ko'rsatish bu degandek bu safsatlarni tilga oldik Xitoyda. Ko'rgazmaning Sharq Turkistonga o'rinlashtirilishidagi haqiqiy maqsadini mushu so'zlar bilan oshkorlayapti. Yani sen çünkü dunyoda bu yerda bo'layotgan ishlarga qarata boshqacha fikr mavjud bo'lg'achqa sen bu jinoyatni yapish uchun bu shaklda kalimalarni, bu shaklda so'zlarni ishlatishga majbursan. Başka nimişki Şanghay üçün yoki başka Xitoyning har qanday bir o'lkasi uchun bu iboralar nima uchun ishlatilmaydi? Çünkü u yerda bir unda bir ish yo'q. Bizning Sharq Turkistonda bo'layotgan jinoyatni yepish uchun albatta bu xil so'zlarni har doim har xil faoliyatlarda fursat bo'lib ishlatadi Xitoy. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy Şanghay hamkorlik tashkilotining bir qism yig'inlari, Xitoy Osiyo Yevropa ko'rgazmasi, Pokiston, Afg'oniston vakillar suhbati o'tgan haftadan beri bir hafta davomlashdi. Bu suhbatni Urumchida o'tkazdi. Degandek shunday xalqaro faoliyatlarni Sharq Turkistonda o'tkazish orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yepib o'zining sat yuzini pardozlab chiroyli qilib ko'rsatishga tirishyapti Xitoy butun kuchi bilan. Ammo bu tirishchiliklarning hech qaysi natija e'tibori bilan Xitoyga bir Xitoyning yuzini aqlayolmaydi, Xitoyning jinoyatini yapolmaydi asla. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Qozog'iston Xitoyga qarshi namoyish qilgan faoliyatchilarni ig'ir jazoladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu haftadagi eng ichinishli xabarlardan biri desak bo'ladi. Biz shu xabar chiqqan kunidan shu kuni kechasi bo'lsa kerak oqshomsi. Uningki videolarini, sirlarini biz kanalimizning arkadaşlar ijtimoiy supalarda taqatdik yani. Bu hamda Qozog'iston uchun belki tarixi bo'yicha o'chmaydigan o'z millatiga, o'zining irqdishiga, millatdishiga qilingan Xitoy uchun yani dünya tarixida hech bir davlat, hatto Xitoymi, Xitoyning ichida bir Xitoy yoki bir Qozog'istonlik berib Xitoyning ichida Xitoy bayrog'ini ko'ydirsimi, bunda bir jazoga uchirmaydi. Çünkü Xitoyning o'zining qonunida 3 yilgacha jazo berdi ekan. Ammo bu qatimki bu jazo berilgan insonni haqiqatan ichindirdi. Bu qatim 19 faoliyatchining, yani buningki hikoyasini, buning qissasini bilmasam de o'z vaqtida shu
Xitoyninki bayroqi va Shi Jinpingning rasmini ko'ydirib norozilik namoyishida shu sabablik tutqun qilingan 19 faoliyatchi hamda bu. Shuning hammasiga jinoyat bekitib ig'ir jazo oladi hamda Qozog'iston. Bu xabarlar albatta ham Qozog'istonniki mustaqil kanallarda ham boshqa Erkin Yevropa radiosi o'xshash xabarlarda berildi. Qozog'istonning Taldyqo'rg'on shahridagi bir sud mahkamasi 13 aprel yepiq sud ochib, oxirgi hukmni e'lon qilgan. Chunki necha vaqtdan buyon bular tutib turilayotgandi. Buningga qarshi bularning quvvatli haqida nurg'un faoliyatlar bo'lgan hozirgacha. Mazkur faoliyatchilar atalmış millatlar ara o'chmanlikka qutratqulik qilish jinoyati bilan ayblangan bo'lib, 19 kishining 11ga 5 yillik qamoq jazosi berilgan. Yani her biriga 5 yillikdan qamoq jazosi berilgan. Bunun ichida 2 ayolning kichik bolasi bo'lganligi uchun jazo kechiktirilib ijro qilindi ekan. Qolgan 8 kishiga bo'lsa turma sirtida nazorat qilinib, cheklik erkinlik ichida yashaydigan jazo berilgan. Bulardan sirt 19 faoliyatchining hammasi siyosiy huquqidan 3 yil mahrum qilingan. Acaba mushu manzillarni, mushu xalqning qon yig'ilgan shu ko'rinishlarni, yani albatta düşmanımız Xitoy ko'rib turganida. Qozog'iston Xitoy ko'rib, bir Xitoyning ko'zi bilan tasavvur qilib baqaygan. Qozog'istonni yani payib qishlik ko'rmatganmaydi yani. Qozog'istonning tushgan ahvoliga qarab baqaygan. Nima degan ichinishlik bir. Sen so'zda atalmış mustaqil bir davlatsan. Ammo sen o'zingning xalqiga boshqa bir davlatning bayrog'ini ko'ydidi deb mush darajada jazo bergan bo'lsang, Xitoy sana amaliyotda Xitoyning oldida bir nəhayət pəs orunğa düşkən bu səndə əlbəttə. Qılçilik, paybaxçilik hörmət olmaydı sən bir dövlət pulu sübut olmaydı. Yani bunu düşünənməydiğən dərəcədə anqavlaşıb getdi mi bu insanlar yani? Bu hakimiyyətdikilər. Yani hatta mütəxəssislərin urğun şu hüküm elan qılınğandakı qanunşünas mütəxəssislərin bu tamamen yani örnük yox bir siyasi bir cəza budur. Aşında analiz qıldı, mülahiz qıldı. Demek bu insan içinişlik yani. Şuna kılıngan muamele hatta sottin kin nurgulları ayınlıp gelip yığılıp müşahede hoştun ketkende bu ayarlığa müşahede. Aşında kısa mısakçılarının kılan. Ya üzerinin milleti bu aldı ki Xitay emez. Ya başka bir millet emez. Nurgulları müşahede ki hemmesi de Kazakistan pukrası. Meyli vatenden çıkan olsun, keyin çıkan olsun, malları çıkan olsun. Ya üzerinin pukrası, senin pasportun, senin nimeni götürüp yürüyen halk. Bu saqçılarning qilib atgan muomalasi qarada kichik bola va qul deb kitmişən avazlıq ko'rgansizlar balkim. Bu darajada ichinishlik bir manzara hamda. Xo'sh, Erkin Yevropa radiosunun xabarida ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonning taftish doiralari Xitoyning diplomatik arzidan keyin, ya'ni Xitoyning Olmaotadagi konsulxonasi Qozog'iston tashqi ishlar ministrligiga nota yo'llagandan keyin faoliyatchilarga qarshi harakatga o'tgan bo'lib, "Voy aka, biz darhol sizning buyrug'ingizni ijro qilaylik." Buning boshqa bir ta'biri bormi yani? Yani bir chuprandi bir elchining notasidan keyin sen onun aldığında xuddi onun xizmatkaridek derhal o'zining xalqini tutib so'lab, uning keyin bundan bir hukm chiqarsa yani. Hareketga o'tgan bo'lib, bu vaqtdagi paketlar oshkorlangan deb mana xabar berilgan. Ayni vaqtda Xitoyning Qozog'istondagi bosh elchisi Qozog'iston amaldorlari bilan ko'rishib, bu masala haqida so'zlashgan. Qozog'iston doiralarining boshqa bir rejimning besimi ostida o'z fuqarolarini ig'ir jazolash qarori navbatda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan bir masala. Bu oldimizgi kunlarda albatta g'ulg'uli qo'zg'ishi kerak bo'lgan har qanday bir insanni nafratlantiradigan bir hukm bu çünkü. Bunun keyingi oldimizdagi oylarda davom qildi bu menimcha. Xalqaro kechirim tashkiloti bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Qozog'iston doiralarining 19 faoliyatchini darhol qo'yib berishi, jinoiy hukmlari va jazolarini bekor qilishi kerakligini bildirdi. Nada bunda qonun bor? Deb bu hukmning butunlay adolatsiz bo'lganligini bildirdi. Çünkü ularning faqat o'zlarining insoniy huquqlarini tinch usulda qo'g'dashga tirishganligini bu namoyishchilarning. Tinch namoyishni o'chmanlik qo'zg'ash degan mujmal bahona bilan jinoyat qatoriga kirgizishning amaliyotda adolatni dafsanda qilish va xalqaro inson haqlari o'lchamlariga haqorat qilish ekanligini ta'kidladi. Xalqaro kechirim tashkiloti.
Bultur 14 noyabr Qozog'istonning Almaty shahridagi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan. Buningki eng dastlabki mazgiliga qaytsak, mana shu ko'rinishlar o'z vaqtida biz suhbatni qildik bu haqda. Mishadagi mana shu namoyishchilar qozoq xalqi Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'istonning rayonda bir turkum Qozog'iston fuqarosi Xitoyga qarshi namoyish o'tkazib, Xitoy bayrog'i va Shi Jinpingning suratini ko'ydirgandan keyin namoyishchilar qo'lga olingan edi. Ayni vaqtda namoyishchilar maqsadining Xitoyning Qozog'istondagi kengaymichiligiga qarshi chiqish va Sharq Turkistonda Xitoy tomonidan tutqun qilingan, izdiriki bo'lmagan bir Qozog'iston fuqarosi uchun ovoz chiqarish ekanligini bildirgandi. Yani o'zlarining maqsadini e'lon qilgan bu yerda. Bizning maqsadimiz shudir. Millatda Qozog'iston uchun yuragi kuyayotgan insonlar. Bular o'ylab boqaylar. Ma Qozog'iston xalqi qozoqlarning bu biz mayadagi yerlik xalqning bu tuproq. Bu Xitoyni bu shaklda itning qurdidek hammaga tortib olsang, hammani egallasa, bu Qozog'iston uchun, mening davlatim uchun aytgan ig'ir bir tahdid shakllantirdi bu deb Qozog'iston uchun yuragi etishib, boshqa amaliyotda millionlagan inson chiqish kerak asli bunday namoyishlarga. Aşılarning ichidan o'z davlati uchun ko'ngil qo'yib, davlatini o'ylab maydonga tushgan qozoq xalqining huquqini qo'g'digan insonlarni mukofotlash yo'q. Akilib chaqirib ularni ziyofat qilish yo'q. Hanim bo'lsa haqiqatan bir millatparvar ekansan deb. Dal aksiga dushmaningning talibi bilan bularni tutib so'lab, dushmaning bermaydigan jazo bilan hukm qilgan bo'lsang, sening ne davlatlik itibarın, ne hükümetlik, ne Qozog'iston xalqiga vakillik qilish itibarın qalamdi seninki. Qanisining adolating yani. Bu darajada echinishli bir masala o'ylab boqayli. Albatta, buningga butun har qanday bir turk, har qanday bir dunyo ahli cho'qim buningga ig'ir qarshi chiqishi, oldimiz kunlarda har xil faoliyatlar Qozog'istonga jiddiy besim shakllantirilishi kerak bo'lgan bir echinishli bir vaqa bu. Şu qarab bakayla şu analarımızdaki şu ayollarning, balalarning yig'izariga arzimdi bu Qozog'istonning qilgan bu adolatsizligi. Xo'sh, yana bu haftadagi muhim xabarimizdan Amerika Isroilga Iran urushining ta'sirida Xitoyning eksporti mart oyida ko'rinarli ostilgan bo'lib, o'xshash mazgildagidan 2,5% oshgan. Bu yaqinqi 6 oydan buyongi eng to'van o'sish sur'ati bo'lib, yanvar va fevral oylaridagi o'rlashdan keyin ko'rinarli ostilash yuz bergan Xitoyninki eksport masalasida. Albatta, bu Hormuz bo'g'izi masalasi dunyoga ig'ir bir ta'sir ko'rsatyapti hali ham. Bu urushdan keyin dunyo jiddiy bir vaziyatda. Albatta buning ta'siriga uchirmayotimiz Xitoy eng foydalanayotgan Xitoy deb qaralayotgan nurg'un mulohizlar bo'layotgan bo'lsa-mu, iqtisodiyotning Xitoyning jiddiy ko'rinarli shaklda ta'sir ko'rsatganligini ko'ryapmiz. Islomobodda natijasiz oxirlashgan suhbatdan keyin Amerika prezidenti Donald Trump Iranni qurol bilan ta'minlayotgan davlatlarga tahdid solib, Xitoyni o'z ichiga olgan har qanday bir davlatning Iranni harbiy aslaha bilan ta'minlayotganligini bayqasa, ularga 50% tamojna bo'yicha qo'yilganligini bildirdi. Biz bu xabarni bergan kuni Trumpning bu tahdididan keyin ertasi Trump yana boshqa bir nimasida so'zda Xitoy bilan ko'rishganligini, Xitoyninki Ironga qurol ta'minlamaydiganligini so'zini bu ta'minlamayman deb so'z berganligini va'da qilganligini bildirgan xabarlar albatta chiqdi. Ammo biz ishonamdik, dunyo ishonamdi buningga asla Xitoyning hiylagarligi, nomussizligi her zaman mayli Ukrayna urushi bo'lsin, Rossiya Ukrayna. Yani ishning keyinida turib bütün nomussizlikni qilib, ama axborot chiqqanda tinchlikparvar, hiylagar tulki bo'lib oldi, hech nimaga aralashmagan, dunyo shu anglashni xohlaydigan chiroyli so'zlarni qildigan bo'lib oldi. Ammo Sovetning ostidan, Shirani ostidan bütün pastkashlikning hammani qildiganligini bilmas qo'yamdi. Xo'sh, yana bir xabarimizga qarasak, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi ishlar bo'limining muavin boshlig'i Jinshin boshchiligidagi vakillar o'maki Turkiyaning Adolat va taraqqiyot partiyasi, Cumhuriyet Xalq partiyasi, Yangidan Rafoh partiyasi qatorliq partiyalarning markazlarini ayrim-ayrim ziyorat qilgan.
ziyorat qilib, Xitoy Kompartiyasi bilan Turkiya o'rtasidagi dialogni kuchaytirish, hamkorlik va aloqani taraqqiy qildirish masalalarini muzokara qildi. Xitoy yana Cumhuriyet Xalq Partiyasi raisi O'zgur O'zalni Xitoyga taklif qildi. Bu qatimqi bir qator ziyoratdan keyin. Bu jinishdan boshqa albatta Xitoyning Turkiyadagi bosh konsuli va boshqa Xitoydan kelgan amaldorlar shu partiyalarni ziyorat qildi. Türkiye'deki Xitoyninki şöbesi deb qaralayotgan, Xitoyning og'zi bilan gap qildi deb, hattoki Perinchek deb familiyasi Pekinchek, ya'ni Beijing chaqib ketgan, ya'ni Beijingchi deb nomi mashhur Doğu Perinchekni bo'lsa, boshqa bir yig'inda ayrim u yerda bu amaldorlar bilan ko'rishganligi uchun uning partiyasiga bormagan. Eng ajablanarli yeri o'tgan haftadan beri shu Xitoy, Turkiya, Rossiya ittifoq qurilishi kerak deb qarayotgan Millatchi Harakat partiyasini ziyorat qilmaganligi hayron qoldirdi, to'g'risini aytgan vaqtida. Chunki aslida eng boshda shuni ziyorat qilish kerakdi normalda, lekin ularni ziyorat qilmay bu partiyalarni ziyorat qilib O'zgur O'zalni Xitoyga taklif qildi. Demak bu shaklda. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, bu haftalik xabarimiz bulardan iborat. Allah ömür versin aldığımızdaki hafta yana görüşürüz. Aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.